Ana usta bog'lar og'ilda pishiq qilyapti haligi. Mol chiroyli jotish uchun. Ho'kiz bog'ishqa. Kimda shunaqa ishlar bo'ladigan bo'lsa, mana Nabi bilan Maqsud degan ustalarga uchrasha beringlar. Arzon qiladi, uncha qimmat qilmaydi. Ko'nglini topsalaring bo'ldi. Shundaymi? Zakchi qaytaradi-da klientga. Jinkadan bir lapat bilishni o'qish kerak-da. Oldin bizlarni og'il polli og'il edi, bilasizmi? Bilaman. Sizlarda ham bor edi polli og'il? Ha, yo'q, zak pishiq edi. Pishiq ishmidi? Lekin pishirishni bunday sotaydi yani. Bu zo'rda. Bu hozir bizniki bunaqa terilyapti. Chiqib ketmasda, unasini ham sen. Yo'q, qayerga ketadi? Voy, bizlar yillab o'qiyapmiz, qilamiz. Joyidan shiljimaydi faqat. Yillab. Yillab o'qiyapmiz. Oylab emas. Chiqmaydi, shu bitta joyda turaveradi o'qizlar. Hali ana Nurzidan ganga. O'ynab yopdi, pishirishiga chaqirib olibdi. Ular bunaqa rastor bilan termagan-ku. Rastor bilan tergan, qumni semenga aralashtirib, buni bitib qo'yganda, suyuq qilib, bitib, shubab, bunda suyuq qilib oralari kirish kerak-da. Kirish kerak. Men bir marta shu aytib qo'yib, qaytadan yana biz qaytadan qildim-ku. Shundan keyin urganlikda qiymallama boshlagan. Bir odashdik uyda. 5 oydan keyin qaytadan qildik-da. Ayeni tepsang ham ketmaydi-da endi. Seminda emas kerak-da, bu yerda yillab turadi, zak bo'ladi tagi. To'g'ri. Bir xalta, ikki xalta semin deb emaslik kerak.